Qaranglar. Bugundan yana yangilik chiqishi boshladi. Shunaqa chiroyli chiqqan. Buni faqat tomosha qilib o'tirasizlar. Bolanglar buni ustidan tushmaydi. Buni qaranglar, asalligini, shirinligini. Nalichi quyoshchamiz chiqdi. Quyoshcha komplekti rosa asal chiqqan. Shunaqa shirin chiqqan, shunaqa ideyalar bilan tikilgan bu. Mana buni qaranglar, qanaqa zo'r chiqqan. Juda ham chiroyli. Endi material haqida gapirmasam ham bo'ladi. To'qilishlari, qaviqlari, mana bu gulchalari hammasi vishivkada urilgan. Bu 1 yillik narsa emas qizlar. Kim necha yil ishlatadi? Farzandingiz maza qilib ishlatadi, yuvib ishlatiladi. Oddiy dekoratsion yostiqchani ham fasonchalarini qaranglar, qanaqa mustahkam, zo'r tikilgan. Mashinkaga shunday tiqib, yuvib, oppoqina qilib har doimga maza qilib ishlatasizlar. Umuman qizlar katushka bo'lmaydi. Juda ham sifatli. Turkiya matosi, pledi ham xuddi shunaqa Turkiyadan keladi. Agar to'y qilayotgan bo'lsanglar, 1 yoshini beshik qilib nishonlayotgan bo'lsanglar, mana shu komplekt bilan borishinglarni tavsiya qilaman. Chunki buni o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Juda chiroyli, juda sifatli, premium nabor bo'lgan. Yangi uyga ko'chganlar, busiz bo'lmaydi.